Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'y mashinka so'ragan akalarimizga qo'y mashinkam bor, assortiment bomba bo'lib keldi xudo xolasa. 12 xil qo'y mashinkamiz bor. Veterinarni o'zida 12 xil ochilmagan variantlari yana turibdi. Ko'rib turibsizlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 xil. Xullas, batareyali variantdan ham keldi. Ko'pchilik so'rayotgan to'k yo'q yerlarda, tog' toshlarda qo'yni boqib yurib bemalol olaveramiz degan akalarga batareyali varianti ham keldi. Xo'p, komplektdan ikkita batareykasi, bitta bisera zaryadchiga chiqadi. Xullas bor ishlashi, har şey bomba ekan. Narxi ham bor, normal. Kamiga оборот ligovkasi ham bor ekan. Narxini bor, $80 qilib beryapmiz. Narxi $80. Xo'p, mana bu yangi variantlarimiz keldi. Dewalt, Makita, Chrome variantlari keldi. Narxini bor $45 qilib beryapmiz. Makitani $50 varianti aksiya ketyapti. Mana bu yerda $60 varianti ham bor. Mana variant Satural brend, rossiya brend, Xitoy sborka bo'ladi. Narxini $65 qilib beryapmiz. Sifati bomba. Ariolda bor 1300 vattligi ham bor, mana ko'rib turibsiz. Xo'p, bunisining narxini $60 qilib beramiz. Ubay qo'y mashinka so'raganlarga Ubayimiz ikki xil variantdan qoldi. $50, $60. Ubay 800, Ubay 900 modeldan bor, mana ko'rib turibsizlar. Narxlari bomba xudo xolasa. Xo'p, buni komplektdan nimalar chiqadiganlar uchun bizni Telegram kanalimizga xo'p, narxlarini, rasmlari bilan komplektdan nimalar chiqishlarigacha joylab qo'yamiz. Bemalol Telegram kanaliga o'tib, rasmlari bilan tanishib, komplektlar bilan tanishib, bemalol zakaz qilishlari mumkin. Telegram kanal silkasini kommentariyada mixlab qo'yamiz. Yoki da bo'lmasa Telegram kanaliga shunday qidiruvga "Epa Buyda" deb yozasizlar, Telegram kanalimiz kelib chiqaradi. Orasini ochmasdan "Epa Buyda" deb yozasizlar, ko'rib turibsizlar. Sifat xullas bomba. Arzondan so'raganlar $43 ham qo'y mashinkamiz bor. Bemalol 20-30 ta qo'ydi, mazzasini qochirib, ukladka qilib tashavasizlar. Endi zo'ridan so'raganlarga mana blok batareyali varianti. Xullas, Jiangzi variant, motorlar bor, 1800 vattli, 3500 оборот mana ko'rib turibsizlar. Xullas, qo'y mashinkani maxluqini so'raganlarga полностью korpusi metaldan iborat. Xo'p, mana bu rezinalardicha ham metal. Motor kelgan bo'lsak, motori 5 shotchli motor. Xullas, garantiyali qo'y mashinka. Qo'y mashinkani bitta ko'rishda tushunadiganlar o'zi biladi. Mana blok batareyasi bo'lsa, to'kni birdek qilib beradi. Shunda motoriga kuch kelmaydi, uncha-munchaga qizamaydi. Xullas, marazdan so'raganlarga qo'y mashinkani har xilidan keldi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, endi bularda komplektlar bilan ko'rsatmasdan degan akalarga aytib o'tyapman, Telegram kanalimizga rasmlari bilan joylab qo'yamiz. Bemalol o'tib, tanishib, zakaz qilishlari mumkin. Rasmlari, narxlari bilan joylab qo'yamiz, mana ko'rib turibsizlar. Qo'y mashinkalar bor. Mashina mazza qilib ishlatadigan qo'y mashinka. Xullas, o'sha gap, bitta like bosib kanalga podpiska, videoni kengroq tarqataveramiz. Qo'y mashinkani zo'rdan qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yamiz.